Nimaga mendan bekinib gaplashib o'tiradi? Nimani yoki kimni yashiryaptilar? Uzr. Ishxonadan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Nima? Tinchlik? Tinchlik. Choy ichib oling. Ha, gulim. Telefon qilganingda ko'rmay qoldim. Telefonim bezuk dedi. Ishlarim ko'p. O'zing tushunasan. Kechga qanaqa ovqat qilib qo'ying? Kechki ovqatga meni kutma. O'zing ovqatlanma. Kech boraman. Tushunarli. Mayli, yaxshi ishlang. Bo'pti. Asal, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Oilang tinchmi? Nima bo'ldi? Bilmadim, opa. Erim o'zgarib ketgan. Kech keladilar. Xo'p, nima qildi? Telefonlarini ham doim yashiradilar. Nima qilasan telefonni? Kimdir bilan tashqariga chiqib gaplashadilar. Xullas, bu yerda bitta gap bor. Jinnimisan? Ering bunaqa bola emas. Qattan bilasiz? Mayli, kuzat. Tekshir. Agar gumonlaring noto'g'ri bo'lsa, oxirida o'zing uyalib qolmagin yana. Opa. Bo'pti. Aniq kimdir bor. Menga точно xiyonat qilyaptilar. Xullas, uyga keldim. Tezroq chiqmasam, xotinim bilib qolishi mumkin. Bo'pti, mayli. Demak, точно kimdir topganlar.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Ne uxlamading hali? Sizni kutdim. Aytdim-ku kech kelaman deb. Bemalol dam olursan. Ovqatlanasizmi? Yo'q, juda ham charchadim. Yaxshisi uxlayman. Bo'pti, yaxshi tamom. To'ydirib yuboribdi-de. Tutib hozir. Podiyez oldida butun domga sharmanda qilaman. Ukam, xavotir olma. Ishim bitdi, pul topdim. Ertaga ko'rishib beraveraman. Opang bilmadi. Ataylab ko'chaga chiqib gaplashyapman. Uydagi odamlar bilish shart emas muammo. Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Pochcha, opam oldingizda emasmi? Hayyo, bemalol gapiraver. Nima gap? Pulni ishxonamdan olib olasan. Bo'pti, mayli. Bo'pti, o'rtoq gaplashamiz. Axir erkak kishi hamma muammosini ko'chada hal qilib kelish kerak. Bo'pti. Ertaga ko'rishamiz. Arzimaydi. Asa? Nima qilsam bu yerda? Men haligi kiyim olib chiqqandim sizga. Soqit qolmang deb. O'zingchi? Ne yo'q kiyim olding? Sizga olib chiqdim. O'zing kiymabsan-mi? Ey, bu kiyim senga kerak. Boshqa bahona bo'lmadimi? Bilaman, necha kundan beri erim begona ayollar bilan gaplashib yuribdi. Menga xiyonat qilyapti deb o'ylading-da. Hech qachon. Seni yaxshi ko'raman-ku. Ketdik uyga? Ket. Soqat qolmay. Yur. Ket.